Hammaga assalomu alaykum. Hovuz fasad obunachilari. Hammangizni bahorning birinchi kuni bilan, ro'za oyining birinchi kuni bilan tabriklayman. Bizlar ham Xudo xolasa bismillah Sherdor to'yxonani fasadini ishini ro'za oyining birinchi kuni, bahorning birinchi kunidan boshladik. Bu imoratimizda 3 santimetrlik Белый жемчуг originallardan tutmuş. Bu mahsulotimizni 1 kvadrati 140 ming so'm. Bizda termopanel bilasizlar 90 ming so'm, 100 ming so'm, 120 ming so'm, 140 ming so'm. Demek bu mahsulotimiz originalli 140 ming so'm. Haqiqiy travikini tutmuş. Kleyimizni 1 kapı 37 ming, termopanelniki kafelli kleylarimiz 25 ming so'm. Usta pulumuz 1 kvadrat usta pulusi 70-80 ming so'm atrofida ishlaydilar. Shundan gelip xulasa chiqaraverasizlar. Xudo xolasa kuzatib boraveringlar. Bu imoratimizni yuqori propetlaridan polni o'zgartirib beramiz. Chunki hozir o'zining ko'rinishi kichkina. Bu narsani biz kattaytirib chiqarib beramiz. Kuzatib boraveringlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'ling. Basın sazlaşını alt turda bunu Hammaga assalomu alaykum. Hovuz fasad obunachilari. Har doimgidek bu Sherdor to'yxonamiz. Ustalarimiz Xudo xolasa yuqori qismına keldi o'zi. Yuqori qismlardan katta o'zgarishlar qilamiz hali. Teylarini, karnizlari. Tak, bir